Obunachilarim milliontaga chiqsa, Xudo xohlasa, nasib bo'lsa, qachondir chiqadi-ku. Eng bilan minora ham yerdan boshlanganida milliontaga chiqsa, salat qilmayman. Shu Instagram va internet orqasidan inshaalloh daromad qilish yoki yashash niyatimiz bor. Salat ham yomon emas. Xudoga shukr. O'tib turibdi. Qozon qilib turibdi deydi-ku. Lekin sovuq qishga kechga ketmaydi. Ham xizmati og'ir, oyog'idan, qo'lidan sovuq o'tish, shamollash. Blogerlik ham oson emas, bilaman. Hamma ish ham oson emas. Faqat o'tib yeyish oson. O'tib yeyish uchun ham odam non yeyish kerak. Boshqa hech narsa oson emas. Shuning uchun boriga shukr qilib yashayapmiz. Qachon bloger bo'layotganmiz, millionta obunachi bo'layotgan deb.